bitmasin deydi yana. Xalq bildi uni, xalq. Mende bir erkek, vatanparvar erkakni harom yo'ldan chiqarib yuborishiga, zinoga boshlashiga oz qoldi haromi. Shayton. Men zinoga qarshiman men. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zinoga qarshi. Zinoga qarshi bo'lsangiz nimaga hozir shunchasini qilib yuraman dedingiz? Qilib yuraman demadim. Bo'lsa yaxshi dedim. Menga xotin kerak emas. O'zi bitta xotinim bor, qutulolmayapman. Xotin zarilmas o'zi. Xotin zot meni yeydi odamni. Bizga O'sha ikkita qilib olsangiz? Ha, ikkita qilib. Bir o'lib ham ketaveramiz. Yashash kerak yo'q. Bir o'ynasini amay ketib erkak zoti tug'ilmasligi kerak o'zi bu dunyoda. O'zi erkak zoti tug'ilmasligi kerak. To'liq ayollar rolet qilyapti o'zi hamma yoqda. Sen nima qorani? To'rtta odam bilan o'tirdim, 108 ta odam bo'ldi mana, azaka. Endi meni qara, men shunaqa barakali odamman. O'shanga yordam qiling dedim-da men sizga. Mana yordamim shu, yana qanday qilay? Seni ikki qat qilib qo'yaymi, tug'diraymi jonim? Qanaqa yordamlarni qilay? Qanaqa yordam kerak senga? Bir chiroyli oila bo'lamiz ikkovimiz. Yaxshi oila bo'lib, inoq bo'lib, yaxshi yuramiz. Birovga indamaymiz. Efirga chiqsak ham ikkovimiz azaka qalaysiz deysan. Qalaysan, tuzimisan, yaxshimisan deyman. Pul kerakmi? Pul kerakmi senga? Mengami? Kimga kerak emas, menga kerak. Menga pul kerak emas. Menga umuman pul kerak. Nimaga? Men men mashdan topgan pulimni ham olib chiqib biladi, kimdirlarga berib yuboraman. Men bir so'm olmaganman shu yerdan. Menga o'sha pul kerak emas. Menga o'tkazib yuboring, o'sha topganlaringizni savob bo'ladi. Biz 9 milliard pul topganman. 8-9 milliard, mana 2 yil, 3 yil ichida. Hammasini ehson qilganman. Men bir so'm pul olmaganman. Mamnun bo'lyapti, rahmat. Nimaga menga o'tkazmagansiz, Shayx, rahmat. Men bilan endi tanishyapmiz. Siz Sardor bilan sevishib, Sardor bir senga. Siz Sardor bilan sevishib yurding-da. Men bilan sevishsang 1'ing 2 bo'ladi, 3'ing 4 bo'ladi, 4'ing 5 bo'ladi, bitta bolang 2 ta bo'ladi. Bitta bolang 2 ta bo'ladi. Bo'ldi. Endi shuna qilaman. Siz bilan sevishaman. Bu o'zimizni Farg'onadan ko'rishmaydi-da bular, U naqlardan qizlar kelib ko'rishib ketadi biz bilan. Kelib bittadan rasmga tushaylik, tasqa topib bering, g'amimga tamoq olib qo'ying deb ketadi. Bular hech narsa qilmaydi ular. Bularga donator kerak-da, donator kerak. Bular bitara bobota bular. Qani bitta donatorim yo'q, qani? Jinni donatordan puli ko'p idishlardi, dalbat jinnimiz donatorlarda pul qolmadi. Donatorlardan puli ko'p idishlardi. Pizza soqsang bo'ladi. Hammalar donatorga osilib olgansizlar. Videoshuydan bo'yi yo'q. Donatorda $200,000 bo'lsa, videoshuyda $600,000 puli bor. Qani. Nima menda yo'q? Sen donatorlarga osilib olgansan tashag'iga. Men xuddi ko'rgansiz donatorga osilganimni, xuddi ko'rgansiz. Men bitta donatorga osilmayman. Videoshuylarga osil, videoshuylar keyin qaysi biriga osiling, maslahat bering. Mana menga osil, mana menga osil. Bo'ldi. Sizga osilaman endi. Sizga osilaman endi. Menga qara, keyin videoshuylar hech kimni videosini chiqarmaydi, hech kimni videolarini chiqarib tarqatmagan. Hech qaysi videoshi hech kimni videosini chiqarmagan.
Ko'rganmisan birorta videoshi, birorta qizni videosini chiqarganini? Hech qachon. Oy, donatorlardan hushyor bo'l. Donatorlardan hushyor. Onang siski mash pashchani sikib yubordi, mana shu kelaverdi. Hushyor bo'l. Tushunibsanmi? Yo, tushunyapman. Siz ham meni tushuning-da. Men hech kimga donatorni qara, qara, birorta donatorni uyingga chaqirgin-da. Borib oladi uyingga. Och ular. sizni chaqirsamchi? Men ham borib olaman. Men ham borib olaman. Nima qilaman, jalab. Voy yuragim. Voy yuragim. Yuragim yoqib ketdi. Ular och. Bizdek so'z. Tekadimi so'rang. Nima uchun seni mana yerda hamma menda narkomanlar o'tiribdi jala menda bor-ku. Narkoman, jalavoz, amini yegan millionerlar, yaxshi odamlar, isqirt odamlar, legendalar hammasidan bor menda. Hammasidan bor. Seni chekadi deyapti mana shu yerda. Bittamiz 5-6 odam. Nasha, pasha, Charles, Mars bilan bir narsa bekardan bu qo'taq boshlar yozib. Bular hammasi narkomanlar. Men 5-10 ta narkoman to'plab kirgizib olganman bular. Men kalyan ham chekmayman dajim. Nima chekasan? U nima? Men hech nima chekmayman umuman. Sen hayotda nimadan kayf qilasan? Asbobdan boshqa. Nimada kayf qilasan? Men hech nimadan kayf qilmayman. Men siqilsam kayf qilaman. Mana men seni rosa siqib turib kayf qilgizaman. Mana siqilgim kelyapti. Men siqilgim kelyapti deb kayf qilgizaman mana men. Islom aka, yutib bering. Ha, Islom aka endi biladi o'zi yegan noni yo'q o'ljalar. Men chekadim. Men chekilman debdi. Ha, sen ko'tingga ham siktirasan chekish tugul. Menga qara jonim. Agar qarang, o'shanaqa narsa chekadi-ku, ozib ketadi-da. Qarang, men semir yotibman. Semirganimni qarang. O'rningdan turchi. Hozir qorong'udaman-da, baribir. Bo'ldi. Semir yotibman. Qani? Yo'q. Qanday sen? Uxlashyapti-da. Yo'qolmayman svetda, o'shuncha o'chirib o'tiribman. Qayerda kim uxlayapti? Uyingda nechta odam bilan yotibsizlar? Necha kishi yotibsizlar? Ko'pchilik. Nimaga ko'pchilik o'zi ikki kishi yashaysiz? Uydagilar ham bor-da. Islom aka, major salom aytyaptilar sizga. Salomat bo'lsin. Gul beringlar. Tashlab turinglar. Gul. Menga qara. Sen o'zi ikki kishi yashaysizlar. Yo, uydagilar ham bor. Uydagilaringsiz yashaysizlar, men bilaman seni. Men seni davno surishtirib bo'lganman. Men surishtirib Uydagilar bilan yashaymanmi? Uydagilaring kelgan bo'lishi mumkin uyingga, lekin sen o'zing yashaysan, bitta farzanding bor, to'g'rimi? Xo'p, hozir uydagilar bor-da. Hozir bor uyda. Uydagilaring kelgan bo'lishi. Qachon keldi uydagilaring? Kecha. Qachon ketishadi? Nimaga edi? Ha, boraman-da, zaybal qilma, boraman men uyga borib ikkovimiz bir o'tiramiz, suhbatlashamiz dildan. Yo'q, men aytdim-ku, meni xotin qilib olsangiz, uylansangiz, mayli, xo'p, ko'rishamiz dedim. O'zida odam ko'pda, shuning uchun men tarafga yo'lishyapti. Yashab ko'rish kerak. Oldin seni bilan tappet xotin qilib, meni xotinim bilan ham 6 oy yashab turib keyin uylanganman. O'zi uylanib olmayman. Qo'ysiz-chi? Qo'yam, конечно qo'yaman. 6 oy yashaganman xotinim bilan. Uydan olib kelib yashaganman.
Yoqmaganda haydaverardim. Yoqqan keyin nikohlab to'y qilganmiz. Senga tars uylanolmayman jalam. Men bilan ikkovimiz bir-birimizga xarakterimiz tushishi kerak. Sen bilan qanaqasan bilan ko'rish kerak. Hiding bormi, hiding yo'qmi, sasiysanmi, tellisanmi, og'zing sasiydimi, xaraktering yaxshimi, solishmaysanmi, ichmaysanmi? Narsa bilishim kerak seni. Keyin o'shanga qarab meni bilishing kerak. Sasim edimi? Bu bo'lmaymanmi, bu bo'lmaymanmi, narkoman emasmanmi? Sen ko'ringanga tars tayib ketavermaysan ertaga jalab. Narkoman bo'lsam biladi. Sen uyingda narsalaringni olib chiqib sotib yuborsamchi, hamma yo'g'ingda. To'g'rimi aka? Oldin bir bo'lishimiz kerak bir-birimiz bilan. Yashashimiz kerak bir 2 oy, hatto bir oy. Bilad boshqa mamlakatda ham yashayapti, o'lib qolgan yo'q jalab. Hal rivojlanishimiz kerak. Hal rivojlaninglar jalab bilad. Tappet ko'ringan